Doktor Strange. U qanday doktor? Quloq burun tomoq doktori emas, albatta. Salom berdik, qadrli do'stlar. Bugungi dasturimizda Doktor Strange haqida 10 ta fakt bilib olasiz. Qani ketdik. Doktor Steven Strange Marvel olamida 1963-yilda paydo bo'lgan. Dastlab uni Mr. Strange deb nomlamoqchi bo'lishgan. Lekin Marvel olamida bunday nom bor edi, Mr. Fantastic. Shuning uchun uning nomini Doktor Strange deb nomlashgan. Bu rolga juda ko'p aktyorlar nomzodlikka qo'yilgan. Ular Matthew McConaughey, Colin Farrell, Tom Hardy va Jared Leto. Lekin Marvel Benedict Cumberbatchni Sherlock seriali chiqqan paytdayoq tanlab bo'lgan. Doktor Strange yerning oliy darajali sehrgari. U nafaqat kasallikka chalinmaydi va o'lmas va qarimasdir. Chunki shu paytgacha komikslarda Strange'ning ko'rinishi o'zgarmagan. 20 yoshida Benedict Cumberbatch Hind monastirida ingliz tilidan dars bergan. Bu esa unga syomka paytida juda katta yordam bergan. Doktor Strange'ning tug'ilgan paytidayoq sehrgarlik qobiliyati bor edi. Komikslarda u tirik tribunalni mag'lub qilgan va uni yerni yo'q qilish qaroridan qaytargan. U yana o'lim kabi eng qudratli kuchlar bilan ham kurashgan. Va yana u Galactus yerni yutib yuborishini oldini olgan. Sehr jodu yordamida unga qarshi kuch topa olgan. Galactus hurmat ko'rsatadigan yolg'iz inson bu Doktor Strange. Undan hatto oliy sehrgarlar ham yordam so'ragan. Strange o'z maqsadlari yo'lida zulmat sehridan ham foydalanishi mumkin. Undan tashqari u zulmatni yoyadigan zulmat narsalarni o'zlashtira oladi. Agar bu ham yetarli emas desangiz, unda Strange qudratli mavjudotlarni yordamga chaqirishi mumkin. Ulardan biri Satirak. Dastlab Agamotto yerning buyuk sehrgari deb qizil jodugarni aytgan. Biroq Vandaning beqaror emotsional ahvoliga qarab, Strange o'z o'rnini topa oldi. Aslida Marvel Doktor Strange filmini Thor 2 filmidan keyin chiqarishni rejalashtirgan. Agar esingizda bo'lsa, Thor filmida Asgarddagi artefaktlar orasida Agamotto ko'zi ham bor. Undan keyin esa birinchi qasoskor qishki askar filmida Doktor Strange'ga atsilka qilingan. Doktor Steven Strange Lamborghini avtomobilida avariya bo'ladi. Bu sahnani suratga olish uchun bunaqa mashinadan 6 ta kerak bo'ldi. Benedict Cumberbatch Doktor Strange roliga kirishish uchun biroz vaqt nevroxirurglar yoniga qatnagan. Hatto ular bilan bir-ikkita operatsiyada ham qatnashgan. Do'stlar, bugungi dasturimiz shulardan iborat edi. Agar video yoqqan bo'lsa, like bosing va eng asosiysi bizning kanalga obuna bo'lishni unutmang. Keyingi videolarda uchrashguncha do'stlar.